o'zini eng yaxshi ko'rgan bandalarini chertib millionlar musulmonlar ichidan tanlab sizni mana bu ikki haramga mehmon qilib qo'ydi va mehmon qilingan hojilarning maqomini Zulfurrohni, ya'ni Allohning mehmonlari deb Alloh taborak va taoloning maqomiga ham qo'yib qo'ydi. Mana shunday maqom barchalarga muborak bo'lsin. Aziz hoji onalar, hoji tog'alar, mana bu joylarga zohirida otalarimiz otalari, onalarimiz onalari orzusida rasmlarga tikilib, rasmlarga qo'lini olib, video suratlarda olib, men ham qachon borarkinman, men ham Madinani ko'rarmikinman, men ham mana bu yashil gumbazi oldiga kirarmikinman, Ka'bani ko'rarmikinman, men ham qachon Ka'bani haybatida borib, gunohkor qo'llarim bilan, gunohkor ko'zlarim bilan, gunohkor quloqlarim, gunohkor oyog'im javob qilarkinman, qachon gunohlardan mag'firat bo'larmikinman, mana bu jasadim gunohli ishlarga to'lib ketgan, qachon ana shu narsalarni qilib jasadimni poklarkinman deb haligi ota-onalarim ko'zib ketdi. Alloh taboraka va taologa oson ekan. Qaysidir sizni bizning nomai amalimiz yo'qki, Robbil alamin mana bu yana ikki shaharga sizni bizni mehmon qilib va mehmonlik eng go'zali qilib Zulfurrohni, ya'ni Allohning mehmonlari, Alloh bilan chaqirgan, Alloh bilan rizqlantirgan, Alloh bilan nima so'rasa, dunyo ishlarida barchasini berdi va dunyo ishlarining ichida eng go'zal narsani so'radiki, ikki haramda mehmon bo'lishligini so'radi dedi. Mana bu so'ragan so'rovlarga Alloh taolo bandam ko'rgin, gunohlaringni mag'firat bo'lgin, mana bu ko'zlaringdan, mana bu jasadingni sen poklagin va gunohkor ishlardan o'zingni to'xtat va Allohning haramida, ikki haramida mehmon bo'lib